Yo'lga chiqish. Tong hali to'liq yorishmagan. Hovlida xo'roz endigina qichqirgan. Choynak ustida bug' ko'tarilib turardi. Zebiniso buvi bu tongni boshqa tonglardan ajratib turishni his qilardi. O'g'li Bahrom bugun yo'lga chiqadi. "Bahromjon, choy sovib qoladi, kel", dedi u. Ovozida mehr bilan birga yashirin bir bo'g'ilish ham bor edi. "Hoziroq, oyi", deb javob berdi Bahrom, sumkasini yelkasiga tashlab ayvondan chiqib kelarkan. Uning qadamlari sekin edi. Go'yo har bir qadam bilan hovlini, uyni, bu tongni xotirasiga muhrlab olayotgandek. Ana shu payt eshikdan Zarina chiqib keldi. Qo'lida 7 yashar o'g'li Anvarni yetaklab. "Anvar, dadangga alvido de", dedi u bolaga engashib. "Dada, tez qayt, xo'pmi? Menga mashina olib kel", deb qichqirdi bola. Bolalarcha quvnoqlik bilan, hali bu ayriliqning og'irligini anglamasdan. Bahrom kulib yubordi. Lekin bu kulgu ortida charchoq va allaqanday og'irlik yashiringan edi. Buni faqat sezgir quloq ilg'ay olardi. U chokkilab o'g'lini bag'riga bosdi. "Olib kelaman, ishonchim komil", dedi u. "Onangga yordam ber, katta o'g'il bo'l". Bir necha daqiqadan so'ng Zarina Bahromga yaqinlashdi. Uning ovozi past, deyarli pichirlash darajasida edi. "3 yilmi? Rostdan ham 3 yil bo'ladimi?" deb so'radi u, ko'zlarida allaqanday noaniqlik bilan. "Balki tezroq qaytarman", dedi Bahrom. "Birinchi yil qiyin bo'ladi, keyin ko'nikamiz". Zarina jim qoldi. Uning ko'zlarida hikoyachi hali ayta olmaydigan bir narsa bor edi. Bu na qo'rquv, na shubha, balki kelajakning noaniqligidan tug'ilgan bir og'irlik edi. U Bahromning ko'ylagi yoqasini to'g'rilagandek bo'ldi. Aslida esa bu harakat orqali o'z ichidagi hayajonni yashirmoqchi edi. "Meni kuzatib qo'yasanmi stansiyagacha?" so'radi Bahrom. "Albatta", dedi Zarina, ovozida titroq bilan. Ular ikkovlashib mashinaga chiqishdi. Zebiniso buvi va bolalar hovli darvozasi oldida qolishdi. Anvar dadasiga qo'l silkitardi. Kichkina Madina esa buvisining etagiga yopishib, hali nima bo'layotganini to'liq anglamay atrofga tikilardi. Yo'l bo'yi ular kam gaplashishdi. Faqat mashina radiosidan xira ohang eshitilib turardi. Deraza ortidan tanish ko'chalar, do'konlar, tanish yuzlar orqada qolib borardi. Stansiyada poyezd kelishiga 5 daqiqa qolganda Bahrom cho'ntagidan kichkina qutichani chiqardi. "Bu senga", dedi u, qutichani Zarinaga uzatib. "Birinchi maoshimdan. Aslida bir necha oy avval sotib olgan edim, lekin qachon berishni bilmasdim". Zarina qutichani ochdi. Ichida oltin bilaguzuk yotardi. Nozik, oddiy, lekin qadrli. "Bahrom, bunga hojat yo'q edi", dedi u, ovozi titrab. "Bor", dedi Bahrom qat'iyat bilan. "Meni kutayotganingni bilib turay va bu bilaguzukni ko'rganingda meni eslaysan deb o'yladim". Zarina bilaguzukni qo'liga taqdi. Uning bariga tegib turgan sovuq metal aslida issiq bir va'daning belgisi edi. Garchi hali buni ikkalasi ham to'liq anglamagan bo'lsa-da. Poyezd signali eshitildi. Bahrom Zarinani bag'riga bosdi. Uzoq, lekin so'zsiz quchoqladi. So'ng sekin ajralib, uning peshonasidan o'pdi. "Meni kut", dedi u shivirlab. "Kutaman", dedi Zarina, "har kuni". Bahrom vagonga chiqib ketdi. Deraza ortidan qo'l silkitardi. Zarina esa peronda qimirlamay turardi, toki poyezd butunlay ko'zdan g'oyib bo'lgunicha. So'ngra u bilaguzukka qaradi. Quyosh nurida u yaltirab turardi. Lekin Zarinaning ko'ziga bu yaltiroqlik allaqanday g'amgin tuyuldi. Go'yo u hali sezmagan uzoq va og'ir yo'lning boshlanishini anglatayotgandek. U orqasiga o'girilib, uyga qarab yo'l oldi. Hali bilmasdiki, bu kun uning hayotidagi eng oxirgi oddiy kun bo'lib qolajak. Kunlar oqimi. 3 oy o'tdi. Bahromning har haftalik qo'ng'irog'i Zarinaning kunlarini bo'lib turuvchi yagona nuqtaga aylandi. Payshanba kechqurun soat 9 da telefon jiringlaganda u har safar yuragi taraqlab javob berardi. Lekin qo'ng'iroqlar orasidagi kunlar cho'zilib, sekin bir xilda o'tar edi. Ertalab u Anvarni maktabga tayyorlar, Madinaga ovqat berar, Zebiniso buviga choy damlab berar, so'ng hovlini supurar, kir yuvar, oqshomgacha uy ishlaridan boshini ko'tarmasdi.
Kechqurun bolalar uxlab qolgach, u eshik oldida o'tirib ko'chaga qarab qolardi. Go'yo kimnidir kutayotgandek, garchi kutayotgan odam hozircha 1000 chaqirim narida bo'lsa-da. "Kelin, charchading shekilli", dedi Zebiniso buvi bir kuni choy quyayotib. "Yordam kerak bo'lsa ayt, uyalma." "Yo'q, oyi, o'zim uddalayman", dedi Zarina kulimsirab. Lekin bu kulgu ko'ziga yetib bormasdi. Aslida uni charchoq emas, boshqa bir narsa qiynardi. Bu tushuntirib bo'lmaydigan, nomsiz bir bo'shliq edi. Bahrom bilan gaplashganda ham u ko'proq uy tashvishlari, bolalar, pul haqida gapirishardi. Ikkalasining ovozida sovinch bo'lsa-da, buni so'zga aylantirishga vaqt yoki so'z topilmasdi. Bahrom charchagan ovozda ish haqida, sog'inch haqida qisqa gapirar, so'ng "Yaxshi boqing o'zlaringni" deb qo'ng'iroqni yakunlardi. Shu kunlarning birida mahallaga yangi bir oila ko'chib keldi. Ko'cha boshidagi bo'sh turgan uyga. Zarina buni Xurshaydadan eshitdi. U har doimgidek yangiliklarni birinchi bo'lib tarqatuvchi edi. "Eshitdingizmi? O'sha uyga kim ko'chib kelibdi?" dedi Xurshayda darvoza oldida to'xtab. "Toshkentdan ishbilarmon yigit ekan. Yolg'iz, uylanmagan." Zarina bunga unchalik e'tibor bermadi. Lekin bir necha kundan so'ng amakivachchasi Nodira uni mehmonga chaqirdi va o'sha yerda Farruh bilan birinchi bor uchrashdi. Farruh 31 yoshda, gapga chechan, hozilkash, o'zini erkin tutuvchi yigit edi. U hikoyalar so'zlab hammani kuldirar. Ayniqsa Zarinaga alohida e'tibor bilan qarardi. Bu e'tibor Zarina uchun uzoq vaqtdan beri sog'ingan bir narsa edi. Kimningdir uni eshitishi, uning gapiga kulishi, uning borligini sezishi. "Siz juda ko'p ishlaysiz shekilli", dedi Farruh o'sha kuni choy ustida. "Ko'zlaringizda charchoq bor." Bu oddiy gap edi, lekin Zarinaning yuragiga kirib bordi. Chunki uzoq vaqtdan beri hech kim unga bunday gapirmagandi. Beozor yordam. Kuzning boshlarida Zarinaning kir mashinasi buzildi. U ustani chaqirishga pul topolmay qo'shnilardan so'radi. Va shunda Farruh "Men bir ko'rib beray, ehtimol o'zim tuzataman" deb taklif qildi. Bu birinchi qadam edi. Kichkina, beozor ko'rinuvchi, lekin keyingi barcha voqealarning boshlanishi. Farruh kir mashinasini tuzatib berdi. Hech qanday haq so'ramadi. "Qo'shnichilikda", dedi u kulib. Zarina uni choyga taklif qildi. U rozi bo'ldi. Shu Farruh mahallada tez-tez ko'rina boshladi. Goh Anvarga velosiped tuzatib berar, goh Zebiniso buvining hovlisidagi eshikni mahkamlab qo'yar. Goh shunchaki o'tib ketayotganda salom berib, bir-ikki og'iz gaplashib qolardi. Har bir uchrashuv o'zicha beozor edi, lekin ular birlashib, sekin-asta bir yo'nalishga aylanardi. Zebiniso buvi bu holatni birinchi bo'lib sezdi. U aniq bir narsani ko'rmagan bo'lsa-da, onalik sezgisi unga signal berardi. Bir kuni kechqurun Farruh hovlidan chiqib ketgach, u Zarinaga qaradi. "Kelin, bu yigit tez-tez keladigan bo'lib qoldi", dedi u. Ovozida na tanbeh, na ayblov, faqat tashvish bor edi. "Yordam beryapti, oyi", dedi Zarina biroz asabiylashib. "Erim yo'q, kimdir yordam bersa yomonmi?" Zebiniso buvi bu gapga javob bermadi. U faqat uzoq vaqt Zarinaga tikilib turdi. So'ng jim ichkariga kirib ketdi. Bu sukunat Zarinaning yuragiga og'irlikdek cho'kdi. Lekin u buni o'ziga tan olishni istamasdi. Shu tunda Zarina uzoq vaqt uxlolmay yotdi. Uning yon tomonida bo'sh joy, Bahromning joyi. Hamon egasini kutayotgandek edi. U bilaguzugini aylantirib o'ylardi. Nega Farruh bilan gaplashganda vaqt shu qadar tez o'tadi? Bahrom bilan gaplashganda esa har bir so'z og'irlik bilan chiqadi. U bu savolga javob topolmadi yoki topgisi kelmadi. Uzoqdagi sezgi Koreyada, sovuq zavod sexida, Bahrom mashina ovozlari orasida ishlar. Lekin fikri doim uyga qaytib kelardi. U Zarina bilan har gal gaplashganda uning ovozida allaqanday o'zgarishni sezardi. Bu na quvonch, na g'am edi, balki bir narsa, uni tushuntirib bo'lmasdi. "Nima gap, tinchmisan?" so'radi u bir kuni. "Tinchman, nega so'rayapsan?" dedi Zarina.
ovozida biroz shoshqaloqlik bilan. Bilmadim, ovozing boshqacharoq. Charchaganman shuning uchun, dedi Zarina. Bolalar bilan ovora bo'laman kun bo'yi. Bahrom bu javobga ishonishga harakat qildi, chunki boshqa ilojisi yo'q edi. U uzoqda hech narsani ko'ra olmasdi. Faqat ovoz orqali his qilar va ovoz ko'p narsani yashira olardi. Xonadoshi Dilshod aka bir kuni unga qaradi. Bahrom, sen so'nggi kunlarda tashvishlisan, dedi u. Xotinim, bilmayman, allaqanday o'zgargandek, dedi Bahrom, ko'zlarini olib qochib. Uzoqda yurgan har birimizga shunday tuyuladi, dedi Dilshod, uni yupatmoqchi bo'lib. Sog'inch shunday. Odamning fikriga har xil narsa keltiradi. Bahrom bu gapga ishonmoqchi bo'ldi, lekin ichida uning yuragi qandaydir noaniq bir alomatni sezardi. Bu hali shubha emas, balki shubhaning uyg'onishidan oldingi bir sezgi edi. O'sha kecha u Zarinaga uzun bir xat yozdi, telefon orqali, chunki qo'ng'iroq qilishga vaqt topolmadi. Xatda u sog'inchini, charchog'ini, uyga bo'lgan intizorligini yozdi va oxirida qo'shib qo'ydi. Meni kut, iltimos. Men senga ishonaman. Zarina bu xatni o'qib, ko'zlariga yosh keldi. U telefonni qo'liga olib, uzoq vaqt unga tikilib turdi. Lekin javob yozishga qo'li bormadi, chunki nima deyishni bilmasdi. Gap so'zlar. Mahallada gap tez tarqaladi. Bu haqiqat. Ayniqsa, Xurshaydaday ayol yashagan ko'chada. U Farruxning tez-tez Zarinanikiga borib kelishini payqagan va bu haqda o'z fikrini boshqa qo'shnilarga aytishga ulgurgan edi. Erkak bo'lsa erkak, xotin bo'lsa xotin, dedi u bir kuni bozorda boshqa ayollarga. Har kuni deyarli o'sha yigit kirib chiqib yuribdi. Bahrom bechora bilmasa kerak. Bu gaplar hali Zarinaning quloqiga yetib bormagan edi, lekin mahallada asta-sekin tarqalayotgan edi. Ba'zilar ishonar, ba'zilar Xurshaydaning gapida deb e'tibor bermas edi. Shu orada uyda kichik bir voqea sodir bo'ldi. Anvar otasi haqida rasm chizayotib, o'zicha gapirib yubordi. Ona, bu rasmda dada, bu esa... U to'xtadi, keyin qo'shib qo'ydi. Farruh amaki. Zarina qotib qoldi. Nega Farruh amakini chizyapsan? Deb so'radi u, ovozi biroz qattiqroq chiqib. Chunki u ko'p keladi-da, dedi Anvar. Beg'ubor, tushunmasdan onasining yuzidagi o'zgarishni. Jebiniso buvi bu suhbatni eshitib qoldi oshxonadan. U hech narsa demadi, lekin uning qalbida shubha endi mustahkamlanib bordi. Bu endi faqat sezgi emas, balki bolaning beg'ubor so'zlaridan tug'ilgan bir dalil edi. O'sha kecha u uzoq vaqt duo qildi. Xudodan oilasini asrashini so'rab. U hali hech kimga hech narsa demadi. Na o'g'liga, na kelini yuziga aytdi. Lekin uning ichida qaror mustahkamlanib bordi. Bu jimjitlikni uzoq davom ettirib bo'lmaydi. Burilish. Koreyada. Dilshod aka bir kuni ijtimoiy tarmoqni ko'rib o'tirganda tasodifan bir rasmga ko'zi tushdi. Zarinaning umumiy do'stlar orqali ko'rinadigan sahifasida u va bir notanish yigit birga turgan, kulib turgan rasm bor edi. Rasm ostida izoh yo'q edi, lekin nigohlardagi yaqinlik, tabassumning tabiiyligi, bularning barchasi Dilshod akaning yuragiga g'alati bir og'irlik solib qo'ydi. U rasmni uzoq vaqt tomosha qildi, so'ng telefonni yopib qo'ydi. Bu uning ishi emas edi deb o'yladi u o'ziga. Lekin qalbining bir burchagida u Bahromning har kuni charchoq bilan uyga qo'ng'iroq qilishini, uning ko'zlarida sog'inch borligini bilar edi va bu bilim uni tinch qo'ymasdi. Kechasi u uxlolmadi. Aytsammi, aytmasammi? Bu savol uning miyasida aylanib turardi. Agar aytsa, do'stining oilasini vayron qilishi mumkin. Balki bu hech narsa emasdir, oddiy tanish-bilishlik. Agar aytmasa va bu haqiqatdan ham jiddiy bo'lsa, u do'stiga xiyonat qilgan bo'lardi, sukut saqlash orqali. Ertalab ishga ketishdan oldin Bahrom uning yuzidagi tashvishni payqadi. Nima bo'ldi? Tunni uxlamading shekilli, so'radi u. Hech narsa, dedi Dilshod, ko'zlarini olib qochib. Charchadim shunchaki. Lekin bu javob ishonarli chiqmadi va Bahrom bir lahza unga tikilib qoldi. Go'yo do'stining ko'zlarida nimadir yashiringanini sezgandek. So'roq va sukut Zebiniso buvi ko'proq kuta olmadi. Bir kuni Farruh ketgach, u Zarinani ichkariga chaqirdi.
Kelin, o'tir, gaplashaylik, dedi u ovozda jiddiylik bilan. Zarina o'tirdi, yuragi taraqlab. Bu yigit senga nima bo'ladi? So'radi Zebinisa buvi to'g'ridan to'g'ri. Hech kim, oyi, shunchaki tanish, yordam beryapti, dedi Zarina ovozi titrab. Kelin, men ko'p yashaganman bu dunyoda, dedi Zebinisa buvi ovozda na g'azab, na hukm, faqat chuqur tashvish. Ko'zlaringga qarayapman. U yerda allaqanday narsa bor. Iltimos, o'g'limning sha'nini, bu uyning tinchligini o'ylab ish tut. Zarina bu gaplardan keyin javob bera olmadi. U yig'lab yubordi. Lekin bu yig'i hamon tan olish emas, balki ayblanganlik hissi va o'z ichidagi kurashning natijasi edi. Men hech narsa qilganim yo'q, oyi, dedi u yig'lab. Faqat yolg'izman. Juda yolg'izman. Zebinisa buvi bu gapni eshitib, kelinining qo'lini ushladi. Yolg'izlik bahona bo'lolmaydi, kelin, dedi u yumshoq, lekin qat'iy ovozda. Bahrom ham yolg'iz, uzoqda, begona yurtda. U ham yolg'izligini sabr bilan yengib yuribdi. Senga, bolalarga sodiq qolish uchun. Sen ham shuni qila olishing kerak. Bu suhbatdan so'ng Zarina Farruh bilan uchrashishni kamaytirishga harakat qildi. Lekin bu qaror kech kelgan edi. Chunki taqdirning boshqa bir tomonida allaqachon boshqa bir voqea sodir bo'lish arafasida edi. Kutilmagan qaytish. Dilshod aka ichki kurashdan so'ng oxiri qaror qildi. Jim qolish xiyonat bilan barobar deb hisobladi. Lekin u to'g'ridan to'g'ri aytishga jur'at etolmadi. Shuning uchun ayyor bir yo'l tanladi. Bahromga ehtiyotkorlik bilan uyga bir muddat ta'til olib borib kelishni maslahat berdi. Bahrom, uzoq vaqt bo'ldi ketganingga, dedi u bir kuni. Bora qol, oilangni ko'r, keyin qaytib kelasan. Men ish joyingda gap so'z bo'lmasligiga harakat qilaman. Bahrom bunga hayron bo'ldi. Lekin ichida allaqachon uyg'ongan sezgi uni bu taklifga ha deyishga undadi. U xabar bermay, kutilmaganda uyga qaytishga qaror qildi. Bu qaror aslida uning ichidagi noaniq shubhani sinash uchun ham edi. Garchi buni o'ziga tan olmasa-da. U yo'lda, samolyotda, deraza ortiga tikilib o'tirar ekan, 3 yil davomida orzu qilgan uyga qaytish quvonchi bilan tushunarsiz bir qo'rquv aralashib ketardi. U o'ziga hammasi yaxshi bo'ladi, men ortiqcha o'ylayapman, deb takrorlardi. Lekin yurak chuqurida u haqiqatga tayyor emasdi. Mahallaga kirib kelganida kech tush payti edi. U taksidan tushib, ko'chada yura boshladi. Uyga yaqinlashgan sari yuragi tezroq urardi. Va shu payt hovli darvozasi oldida u Farruhni ko'rdi. Zarina bilan darvoza oldida turib, gaplashib turgan holda ikkalasi kulib. Bahrom qotib qoldi. Bu manzara oddiy, aslida ehtimol hech narsa emas. Lekin uning ko'ziga uzoq vaqt to'plangan barcha shubha, barcha sezgi bilan qo'shilib boshqacha ko'rindi. Portlash. Bahrom? Zarinaning ovozi hayrat va qo'rquv aralash chiqdi uni ko'rgach. Farruh bir lahza qotib qoldi. So'ng men ketaman deb shoshilinch xayrlashib, ko'chaning narigi tomoniga yo'l oldi. Bu shoshilinchlik o'zi ko'p narsani aytib turardi. Bahrom hech narsa demadi, faqat Zarinaga tikilib qoldi. Uning ko'zlarida na g'azab, na hukm, faqat chuqur bir og'riq bor edi. Bu hech narsa emas, Bahrom, dedi Zarina ovozi titrab. U shunchaki yordam berib turibdi. Kir mashinasi, eshik. 3 yil Zarina, dedi Bahrom. Ovozi past, lekin har bir so'z o'q kabi og'ir chiqardi. 3 yil men u yerda, sovuq sexda, seni va bolalarni o'ylab yashadim. Va sen bu yerda... U gapini tugatolmadi. Ichkaridan Zebinisu buvi chiqib keldi. Vaziyatni ko'rib, yuzi oqarib ketdi. Bahromjon, dedi u o'g'liga yaqinlashib. Gaplashaylik, uyga kir avval. Ammo Bahrom qimirlamadi. U Zarinaga tikilib turardi va Zarina uning ko'zlaridagi ishonchning sinayotganini ko'ra olardi. Bu eng og'ir manzara edi. Chunki qaytarib bo'lmaydigan narsa sinardi. Ichkaridan Anvar chiqib keldi. Dadasini ko'rib quvonch bilan yugurdi. Dada qaytdi. Bahrom o'g'lini quchoqladi. Lekin uning ko'zlari
hamon Zarinaga qadalgan edi. Bu quchoq bir tomondan mehr, ikkinchi tomondan ichidagi vayronaning boshlanishi edi. O'sha kecha bolalar uxlagach, Bahrom va Zarina uzoq, og'ir bir suhbat qilishdi. Zarina yig'lab tushuntirishga harakat qildi. Yolg'izlik, sog'inch, e'tiborsizlik hissi haqida gapirdi. Bahrom jim tingladi, lekin uning yuragidagi ishonch allaqachon yorilib bo'lgan edi. Men senga xiyonat qilmadim jismonan, Bahrom, dedi Zarina oxirida. Lekin yuragimda senga bo'lgan ishonchni saqlolmadim. Bu ham xiyonat, bilaman. Bahrom uzoq jim qoldi. So'ng dedi: Men senga ishongandim, Zarina. Amonat qilib qoldirib ketgandim. O'zimni, oilamni, sha'nimni. Sen buni asray olmading. Yolg'onning fosh bo'lishi. Ertasi kuni mahallada gap allaqachon tarqalgan edi. Xurshida boshqa qo'shnilarga aytdim-ku, men aytgandim deb koya qilib yurdi. Zarina uydan chiqolmay qoldi, uyat va og'riq ichida. Shu orada u Farruxga qo'ng'iroq qildi. Yordam so'rash uchun emas, balki tushuntirish yoki balki o'zicha undan biror tayanch topish umidida. Lekin Farruxning javobi uni battar sindirdi. Zarina, men sizga hech qachon jiddiy narsa va'da qilmagandim, dedi Farrux ovozida sovuqlik bilan. Bu mening oilamga ta'sir qilishini xohlamayman. Meni bu ishga aralashtirmang, iltimos. Zarina telefonni qo'lidan tushirib yubordi. Bu so'zlar uning ko'ziga oxirgi pardani ochib berdi. Farrux uchun bu hech qachon jiddiy bo'lmagan, faqat o'yin, vaqt o'tkazish edi. Zarina esa unda yo'qolgan e'tiborni tan olinishni izlagan edi va buni sevgi deb adashtirgan edi. Bu ikkinchi, ehtimol birinchidan ham og'irroq sinish edi. Chunki endi u nafaqat Bahromning ishonchini, balki o'zining hech kimga kerak emasligini ham anglab yetdi. Qaror. Kunlar davomida Bahrom uyda jim yurdi. U ketmadi, lekin ham avvalgidek bo'lmadi. U bolalar bilan vaqt o'tkazar, onasiga yordam berar, lekin Zarina bilan deyarli gaplashmasdi. Uyda og'ir bir sukunat hukmronlik qilardi. Bir kuni kechqurun Bahrom o'z sumkasini yig'ishtira boshladi. Zarina buni ko'rib, yuragi orqasiga tortildi. "Qayerga?" so'radi u ovozi titrab. "Ishga qaytaman", dedi Bahrom, ko'zlarini olmay sumkaga tikilgancha. "Boshqa yo'lim yo'q, Zarina. Kontrakt bor, qarz bor." "Bahrom, biz haqimizda nima bo'ladi?" dedi Zarina ko'zlaridan yosh oqib. Bahrom bir lahza to'xtadi. So'ng Zarinaga qaradi. Uning ko'zlarida endi g'azab yo'q edi. Faqat charchoq va chuqur bir g'am bor edi. "Bilmayman", dedi u rostgo'ylik bilan. "Bolalarni tashlab ketmayman. Ularga pul yuboraman, ularni ko'raman. Lekin sen bilan avvalgidek bo'lish uchun vaqt kerak. Balki ko'p vaqt. Balki umuman bo'lmaydi." Epilog. Qismat. Oylar o'tdi. Bahrom Koreyaga qaytdi. Ishlashda davom etdi. Lekin endi uning qo'ng'iroqlari kamroq, qisqaroq bo'ldi. Ko'proq bolalar haqida, kamroq Zarina haqida. U pul yuborishda davom etdi, chunki bu uning burchi edi. Lekin yuragidagi issiqlik sekin sovib bordi. Zarina yolg'iz qoldi. Zibinisu buvi va bolalar bilan mahalla nazari ostida o'z xatosining og'irligini har kuni his qilib. U ishga joylashdi. Bozorda kichik do'kon ochdi. O'zini va bolalarini boqishga harakat qildi. Vaqt o'tishi bilan mahalla gap so'zlari sekinlashdi. Lekin hech qachon butunlay to'xtamadi. Bir kuni Anvar onasidan so'radi. "Ona, dada nega endi kam qo'ng'iroq qiladi?" Zarina bu savolga javob topolmadi uzoq vaqt. So'ng o'g'lining boshini silab dedi. "Dadang ishi ko'p, o'g'lim. Lekin u seni juda yaxshi ko'radi. Bilasan-ku." Bu javob to'liq haqiqat emasdi. Lekin bu Zarina bola qalbini asrash uchun topa olgan yagona so'z edi. Kechqurunlari ishdan qaytib, u ko'pincha bilaguzugini qo'liga taqib, unga tikilib qolardi. Bu endi faqat bir taqinchoq emas, balki yo'qotilgan ishonchning, qaytarib bo'lmaydigan bir davrning yodgorligi edi. U buni yechib tashlashga qo'li bormasdi. Na taqib yurishga yuragi dosh berardi.
Zarina o'z xatosining narxini har kuni to'lardi. Yolg'izlikning o'zi bilan, endi boshqacha, og'irroq bir yolg'izlik bilan. U tushundi. Inson ba'zan eng qadrli narsasini uni yo'qotgandan keyingina to'liq anglaydi. Va ba'zi yo'qotishlarni hech qanday pushaymonlik ham to'liq qaytara olmaydi. Mahallada esa hayot davom etardi. Yangi gap-so'zlar, yangi voqealar bilan va Zarinaning hikoyasi asta-sekin xotiralar chekkasiga surilib bordi. Faqat ba'zan kimningdir ogohlantirish so'zi sifatida eslanardigan bo'lib qoldi. Bor narsani qadrla, yo'qotgandan keyin pushaymon bo'lish foydasiz. Agar bu hikoya sizning yuragingizga tegib, his-tuyg'ularingizni uyg'otgan bo'lsa, buni bosh barmoq bilan bildiring. Do'stlaringiz bilan ulashing va albatta izohda fikringizni yozing. Sizningcha, Zarina kechirilishi kerakmi yoki Bahrom haq edimi? Va eng muhimi, bunday ta'sirli, hayotiy va oilaviy hikoyalarni birinchilardan bo'lib eshitish uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Har hafta yangi hikoyalar sizni kutmoqda. Chunki har birimizning hayotimizda o'z omonatimiz bor.